Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar, xorijlik aka-ukalar, yor birodarlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun biz bir kaptar-uya bilan xo'roz katayasdik, shuni izohlab taqdim etaylik dedik. Kaptar-uyadan boshlaydigan bo'lsak, kaptar-uyamiz uzunligi 1.70, bo'yi 1, eni 1, 10 ta xona tushdi. Yerdan ko'tarib bunday qilib qo'yib berishni ham boshladik odamlarga bir yo'li. Shuni qilib bering, iltimos qilishadi. Men kapital kirgan joyi ham o'na. Teshigi kichkinagina qo'ygan, qo'naqchasini baqa zarar chiqarganizcha kelib qo'nib kirib ketgani kichkina qilganmiz. Hozir men endi mana bu yerda eshigi bor. Eshigi mana ochiq turibdi hozir. Ichki xonalari 10 ta xonasi bor mana. Qo'naqlari ham mavjud, hamma yo'g'i bor. 5 tadan 10 ta uya tushgan. Tayda pol-pollar katta bo'lguncha tayga uya yasamadik. Uchirma bo'lib tevaga chiqib ketgan shu holatda turib turadi. Kaptar xonamiz shu holatini hozirgi kunda buni chiroqligini 1 million so'mga qildik, buni 8 ming so'mga qilib beraveramiz. Narxi shu. Endi xo'roz kataymiz. Xo'roz katayimizni uzunligi 1.20, eni 90, bo'yi 85 dan bo'lindi xonalari. Oldiga sasna qadalovdi 550 ming so'm bo'ldi. Dagorimiz. Yonlari DVP, o'sha xodongidek, tuxum qo'ygan nima, suv idish idlari, don idishlari. Qoli panel, atrofi DVP. O'zimizga. Atrofiga bor narsalar. Manzilimiz egasi Farg'ona viloyati Yozyovon tuman. Toshxo'rsklar Shabboda 108-uy 93 536 16 31. Telegramdan shundan 06 11imizdan bo'ladi, u o'chgan akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qiziqqanlarga bemalol xabarlashaveramiz.